bugun tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzu bu million dollarlik xatolar degan Pavel Alexievning kitobi haqida gapirib beraman. Pavel Alexiev kim? Xullas Rossiyadagi bitta tadbirkor ekan. O'sha 11 yillik biznes bor ekan, 11 yildan beri faoliyat yuritib ketgan biznes bor ekan. Shu biznes yuritish jarayonida o'zining tajribalarini to'plab turib, o'sha million dollarlik xatolar degan kitob yozgan ekan. Shunda birinchi xato sifatida keltirilgan g'oyaning eng asosiy hammasini o'sha hal qiladigan deb o'ylash. Ya'ni g'oyani betakror, asosiy eng zo'ri deb o'ylash bu eng katta xatolardan biri sifatida qarayapti. Ya'ni nima deyapti? Pavel Alexiev deyapti, hammada deyapti g'oya bor deyapti, lekin hech kimda shu g'oyani amalga oshirish uchun pul yo'q deyapti. Hamma o'ylaydiki, meni bitta zo'r biznesim bor, zo'r o'sha g'oyam bor. Shu g'oyamni shuni amalga oshirishga pulim bo'lsa, mana shu joydagi mana shu territoriyadagi eng zo'r g'oya meniki, mana shu eng zo'r o'sha biznes meniki bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin hech kim o'ylamaydiki, mana shu istiqomat qilib turgan joydagi, mana shu joydagi 20-chi yoki bo'lmasa 19-chi qaysidir o'sha bir xil korxonaning keyingi bitta filialiga o'xshagan oddiy do'kon ochish yoki bo'lmasa qanaqadir oddiy faoliyat yuritib turgan, oddiy ishlab turgan biznesi 20-chisini yoki nechinchi turisini keyingi bittasini ochishni hech kim o'ylamaydi. Nima uchun degan savol. Bu yerda ularning asosiy g'oyasiga mahkam yopishib olishadi, g'oya betakror deb olishadi deydi. G'oyalar bu oddiy orzuga o'xshagan, ya'ni xom xayollarni deb turib aytyapti. G'oya ham kerak, lekin asosiysi biznes ro'yobga chiqish kerak. Xuddi faqat nazariya bilan qolib ketmas kerak, amaliyotda albatta uni ro'yobga chiqarish shart deb turib aytadi. Va endi aytadiki, agar biznesingni ochadigan bo'lsang, 3 ta holatda seni zo'r bo'lib ketishingni kafolatlovchi sifat bo'lishi kerak deyapti. 3 ta holat deyapti. Birinchisi deyapti, tez mahsulot chiqaradigan. Tez mahsulot chiqaradigan bo'lsang, agar seni shu kompaniyang tez yurib ketadi deyapti. Bunga misol sifatida bitta qaysidir pitsa biznesini keltirgan, ya'ni aytayaptiki, unda 30 daqiqa davomida buyurtmangiz yetib bormasa, buyurtmani tekinga olasiz degan o'sha shart qo'yish kerak ekan. Va shundan keyin u pitsani bunaqasi rivojlanishi kuchayib ketgan ekan. Va ikkinchisi aytayapti, seni mahsuloting arzon bo'lishi kerak. Agar arzon bo'ladigan bo'lsa, ko'p joylarda arzon narsa tez ketadi. Ya'ni misol uchun oddiy ishlatishga qo'l yoki boshqa narsalar ham shu arzon bo'lganlar, lekin ular tez aylanadi, tez aylanishi kafolatlangan. Va uchinchisi aytyapti sifat. Agar mahsuloting sifatli bo'ladigan bo'lsa, misol uchun aytaylik, mana iPhone misol keltiradigan bo'lsak, sifatli narsa doim olinadi. Juda ham qimmat, lekin har doim olinadi. Yoki bo'lmasa boshqa narsalar, BMW, Mercedes, shunaqa katta bizneslarni ham agar e'tibor qarasak, ularda ham sifat, ham hashamat shu kabi o'sha o'ziga bog'liq qanaqadir narsalar bor. Ya'ni ustunlik taraflari bor. Shu 3 ta ustunlik taraflaridan bittasini tanlaganda biznesingni ochilib harakatga qiladi. Endi ikkinchi xatoni aytyapti. Ikkinchi xato bu nima edi? Maqsadsizlik. Mana maqsad deganda nima deyapti? Seni hozir o'sha biznesingga sarflayotgan harakatlaring natijasi seni shu harakatlaringni yo'q beradigan va shu harakatlarga ketganiga rozi bo'ladigan darajadagi beradigan qanaqadir narsasi deyapti, ya'ni natijasi. Endi bunga nima deyish mumkin? Yana bunda haligi narsalar aytayaptiki, maqsadsiz bironta ish harakat ko'rma deyapti. Maqsad deganda, ya'ni sen oladigan foydangni maqsad sifatida qarayapti. Biznesning asosiy narsa bu o'sha foyda ekan, ya'ni foyda bu o'sha daromad. Daromad degani nima degan desa, ketgan xarajatlardan oshib qolgan pul hajmi shu daromad sifatida qaraladi. Daromad sifatida qaraladi. Endi nima deyapti? Xo'p, o'sha daromad sifatida qaraladi deyapti. Shuning uchun maqsadini aniq hal qil deyapti. Ya'ni